Mana bu manzarani ko'rib, meni o'zimni ko'zim quvnab ketdi-da. Sizlar bilan yana bir bo'lishkim kelyapti. Bir chekkadan tushuntiraman. Xo'p. Mana bu Yangi O'zbekiston bog'idan o'tgandagi Tabraska. Tak, chapga Bochkaga ketiladi, o'ngga Bardamko'lga. To'g'riga o'sha parkingga qarab mana bu yo'l ulanib ketadi. Va bu yerga o'sha boy ketgan deb Bardamko'lga ketadigan yo'l katta. Jiddiy chiroyli. Bitta asosiy narsani aytib ketay. Yangi Toshkent asosiy yo'llaridan biri mana shu yo'l bo'ladi. Bu Olimpiskiy garodok bilan aeroport orqasidan kesib o'tadigan asosiy yo'limiz. Va mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'tadi metrolari. O'zi bu hududda metro, yo'llar, suvlar, yashil hududlar hammasi maksimal darajada hisobga olingan. Shaharda eng chiroyli joylardan biri shu. Bu yerda esa yana bitta ko'rayotgan bo'lsanglar, bu imoratimiz 100 qavatdan baland bo'ladi degan taxmin bor. Mana yondan ko'rish. Shahar ichida shunaqangi darajada suv ko'p bo'ladi. Yashil hududda endi ko'rasiz. Bu hudud o'zi ekologik toza, ya'ni premium klassdagi hudud bo'ladi. Bu yerda yashash hammaga ham bo'lmaydi. O'shaning uchun narxi arzon paytda olib qo'yishni o'zi har doim maslahat beramiz. Yana bir bor aytib o'tib ketaman. Mana Magic City'ga o'xshagan dam olish zonasi. Bu yerda yana qanaqadir imoratlar. Mana bu Qorasuv daryosi. Hozir tushunarli bo'lish uchun bu yerdan bitta ko'rsataman. Yangi bozorda kirishdagi bu birinchi chorraha. Chapga o'sha nimaga Chirchiqqa qarab ketadigan, o'ngga Darxonga, Usmonobodga qarab ketadigan yo'limiz va mana bu Qorasuv daryosi. O'zi Chirchiq daryosi bilan Qorasuv daryosining o'rtasida quriladi. Bu birinchi bosqich, ya'ni 6000 gektarlik proyektning maketi. Mana bu joyi o'sha Qorasuv daryosining bo'yiga tushadi. Bu dam olish zonasi. Juda chiroyli. Shoshmasdan turinglar, hozir sizlarga yana bitta zo'r narsa ko'rsataman. Bunimiz albatta faqat yo'l bilan bog'liq chizmalar. Mana bu eski Toshkent bo'ladi, bu yog'i yangi Toshkent bo'ladi. Wow. Bu yo'llarni tepadan ko'rinishi. Mana bunimiz Yangi O'zbekiston bog'i, bu yoqda aeroport, mana bu Olimpiskiy garodok, mana bu Chirchiq daryosi, bu yoqda mana Qorasuv daryosi. O'sha ikkita daryoni o'rtasida qurilyapti. Juda chiroyli. Mana bu joyimizga qaranglar. Qibrayda o'rtasida qolib ketgan Mirzo Ulug'bek tumanining qismi. Mirzo Ulug'bek tumani aslida bu yoqda ham qanaqadir qismi bor. Qiziq-a? Xullas dahshat ko'rinishda. Va mana shu Yangi Toshkent maketi bilan tugatamiz. Biz mana bitta ko'rsatib ketay. Shoshmasdan. Mana shular va menga yoqdi. Hamma baland qavatli imoratlar mana shu liniyada bo'lar ekan.